bo'lsak, vodiy bo'ylab 1 kunda yetib bo'ladi, voha bo'ylab 3 kunda, 4 kunda yetib boradi. Buni O'zagiga jami 24 ta. Bundan ham 100 ming o'tib beramiz, 2,5 million sotib beramiz. Kiloli bor, uni o'sha 2 million 100 ming so'mdan sotib beramiz. Unga ham shu zaman akalar mana bu yaqin 1 yil vaqt bo'lib narxlar borgan sari tushyapti. Raqobat bor, sog'lom raqobat bor. Misol berishingiz mumkin. Endi bularni ishlatib ko'rsatib beramizmi? Hurmatli azizlar, like va podpiska tugmasini bosib turinglar. Uzoqdan Jasurus keldi. Jasurus drabilkalarda reklamasi uchun keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Va Omonjon usta. Narxlarda hozir telefonni urishayotganlarini bilib oldim. Nima sabab urishyapti ular? Mana arzon deyapti, bundan arzon chiqyapti-da. yana chiqyapti. Arzon chiqyapti. Qancha beray? Qanchaga berasiz bo'lmasa, qanaq bo'lsin? Siz xullas xalq tomondasiz, a? Ayting. Bular tadbirkorlar tomonda. Siz xalq tomonda, bu tadbirkor tomonda. 1,5 million so'm. 1,5 million so'm. Bo'ladi. 1,5 million so'm bas. Qanaqa drabilka 1,5 million so'm? 1,5 million so'mga Desa bo'ladi-da, axir. Bu javob o'zi bilan. bo'ldi. Gapga. Gapini olamiz. Ya. Hey! 1,5 million so'mga qilib beramiz. Ya. Bu 1,5 bas. O'sha 1 million 800 ming so'm chiqyapti o'sha drabilka, eng arzoni. Ketasizmi bunda? Xalq bizni ko'taryapgan xalqda, xalq nazaridan qolmaylik. Birinchi bo'lib. To'g'rimi? Albatta. O'sha insonlar savobli bo'lib mana olishyapti. Mana bizni bular dasturchilar hammani qora qozoni qaynayapti. Bitta drabilga o'tsa, kami 5 ta 6 oila bor-ku. Ro'zg'or qimlaydi. Usta akalarimiz albatta. To'g'ri, haqiqatda to'g'ri. Bo'lmasam kelishinglar, barakani qilinglar, ichkariga kiraylik, boshlaylik syomkani. Eng arzonni qancha qo'yasizlar? Endi arzoni bo'lmasam 1,5 million so'm qo'yganman. Universal bo'ladi, ama aytib qo'yaylik usta. bo'lsin 3 kilovatli motorimiz bor, 1,5 million so'mdan qo'yib yuboramiz. Nima bo'lsa bo'ldi. Bo'lmasa boshlarda kiraveramiz bo'lmasam, Boshladi. qani ketdi yo'l olaveramiz bo'lmasam. Usta telefoningizni bering. Syomkani boshlaylik. Biz mana dastavkasi mashinalar bor. Dastavka xizmatlari bor. 1 kun. Ash dastavkasini bitta tushuntirib o'taylik usta. Dastavka xizmatlariga keladigan bo'lsak, vodiy bo'ylab 1 kunda yetib bo'ladi, voha bo'ylab 3 kunda, 4 kunda yetib boradi. Dastavkalari kelishilgan holatda. Doimgidek bizning narxlar joyimizdan chiqayotgan narxlar bo'ladi. Qanjonlaringiz sog' bo'lsin. Asosiysi xalq xizmatdan charchamanglar. Albatta. Usta, like va podpisatsiya haqida bitta bir og'iz. Hop, ko'pchilik pul oladi bo'layapti-da. Like pul oladi o'ylaydi. Pul olmaydi. Telefonni xotirasi to'lib qoladi o'ylasa kerak-da. Pul olsa, shu olgan pulni kartaga tashlab beramiz. Bugun ko'proq insonlarga yetib borish uchun kerak qoladi. Misol uchun shu narsa kimdir muhtoj-ku, lekin qidirib topa olmaydi yoki narxlari qimmatli qilib ola olmayotgan bo'lsa, mana arzonni ko'rish uchun kerak qoladi. Endi laklari bosib, usta yana bitta narsada. Mana bizni kuzatib tomosha qilayotganlar ham hisob besabab ko'rmaydi. O'zi avvalo, hisob like ham bekorga bosmaydi. Siz obunachilaringiz doim shu qilib kelgansizlar. Nimadir qilib beraylik shu obunachilarga. Bepulga drabilka beramiz-da. Bepulga. Mana shuni desiz, keyin like bosib qo'yishadi, keyin bitta obuna bo'lib qo'yishadi. Bugungi sonimizda bitta bepulga drabilka egasini topamiz, aniqlaymiz. Video davomida. Video davomida Bitta aniqlaveramiz. Yana usta sizdan obunachilarga bitta hadiya bo'ladi-da, ehson bo'ladi-da. Bitta bepulga drabilka qilib berasiz. Hop. Keyin obunachilarimizdan xudo xolasa like bosib kommentariy yozib qo'yishar. Gapga. akalar, qaranglar, shu bilan bari ko'ryapsizlar. Masalan, vaqtingiz o'tyapti. Bitta like bosib qo'ysangiz, hattoki bepulga drabilka bor. Shartlari oddiy bo'ladi. Mana shu videomiz ostida 1000 ta like yig'ilsa, Bitta drabilkani bepulga beramiz. Kamaytiringlar, yo'q. Olib qochmanglar, kamaytiringlar. Kelishinglar. Bag'i borib, bek ko'rayotganlar. stop kadr video. Shu video ostida 500 ta like yig'ilsa, bitta drabilkani bepulga Albatta. Beramiz. Bepulga bitta drabilka. 500 ta kommentariya, 500 ta like. Ko'plar. Obunachilar 500 ta. bo'lsa 2 ta bo'lar ekanda. Gap. 1000 ta bo'ladigan bo'lsa 2 ta. Bizni tomosha qilib turgan va kuzatib turganlarga xudo xolasa obuna bo'lmagan bo'lsanglar, like va obuna tugmasini bosib qo'yib va o'zingizga yaxshi bir kommentariyalarda, yaxshi ulug' niyatlarda ustamizga. Albatta. Podbeshka qilib tursa shunisiga xursand bo'lamiz. Albatta. Agar akalar masalan qo'lingizdan keladi, masalan 5000 ta like ishlansa bo'lsa, agar 5000 ta like bo'lsa, bor 10 ta drabilkani bepulga qo'yib qo'yamiz. 10 ta insonga shu olib borib berib dastavkalarni video qilib qo'yib so'ratib beramiz. Oson. 5000 ta like
qirsillata bosinglarda, agar ko'paytirish oson. Qarindosh urug'lar, yaqinlar, sinfdoshlar guruhi bor, videoni tashlab qo'ygan, unga bosib qo'y, doimida dragon bepulga beradi turib, ular ham qo'llab tursalaringiz, beramiz, u muammosi yo'q, aytilgan gap, o'tilgan o'q deydi. To'g'ri. Bo'lmasam qani ichkariga kirib yuraveramiz, a? Gap boshladik. Boshladik bo'lmasam. Siz boshlaymiz. Qani yuravering. Videoni uzmaylik-da, hamma narsani ochiq ravishda ko'rsataylik. Assalomu alaykum, hurmatli video ko'rgan kanal opalar. Video ko'p qisam bo'ldi. Shuning uchun salomlashamadim. Bugun mazkur Farg'ona viloyati Yozyovon Xonobod. Qo'li universitet drabikalar zavodiga ham bu yerda ish bilan qizg'in bo'lyapti. Xudo xohlasa shu videodan drabika olib, minnatdor rahmat deyapti. Shu paytga negativ kelgani sizlarga ko'p marta tavsiya qilamiz. Inshaalloh hozir bir qator apparatlarimiz ishlashlari, yurishlari va narxlarni qaytarib boramiz. Arzimas mezonasi qo'llab qolgan holda bir-birini like tugmasini bosib qo'yib xolos. Sizdan pul olmaydi, bizga ham bermaydi. Ko'proq pullarga yetib borish uchun kerak xolos va bizning ko'pchilik xolos e'zon ostida podpisa degan yozib turadi. yoki o'zbekchasiga obuna degan. O'shani bosib qo'ysalar, shunda biz sizga borasizlar va joylarga ekinlik bo'lib borib turadi. Ko'p barchasi mumkin bizni yo'qotib qo'ymaysizlar. Omajon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamasdan mehnatlar bilan bo'lyapsizlarmi? Xudo xolasa bizni qo'llab-quvvatlab, podдержка qilib, duoda bo'lib turgan obunachilarimiz Xudo xolasa bugun bitta drabikani beramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Hop, hozirda apparatlarimiz chiqishda davom etyapti. Akalar bu zavod bo'ladi, mana Tuliskin batdagi chiqargan texnikalar, motorlar yangi ishlatilmagan. Tishlar hammasi yangi bo'ladi, korpuslari ham yangi bo'ladi. Bu kamchilik mahsulotning o'zi boshqa bor. Yangi sibiji yangi bo'ladi. 100 gacha shu mahsulot boradi. Boshqa mahsulotning razmerlarini aytamiz. O'sha razmerda o'sha o'lchamdagi mahsulot sizlarga ularga yetib boradi. Omajon, video bo'yicha so'raylik. Qani ko'pchilik birinchi bo'lib narxga qiziqadi baribir. Nech bilan nech gacha drabikalarimiz bor hozir. Drabikamiz aka, Jasur aka, bizda o'sha galgan 1,5 million so'm chiqadi. 1,5 million so'mdan boshlab 2 million 600 ming so'mgacha apparatimiz bor. Hop. Alyumin atmosfera, mis atmosfera, hammasidan bor. Shunday. Hamma turidan bor. Misli deydimi, alyumin, mis kattasi, kichkinasi, alyumin ham kattasi, kichkinasi, hamma turidan bor. Hop. Keyin plus eng ko'p qiziqtiradigan savollar. Eng baland tok qancha, eng past tok qancha? Necha volt tokash kerak o'zi aslida? 150 voltgacha. Eng past 150 voltdan aql 260 270 ketaveradi. Eng pasti 150 tokacha. Xo'p, endi bo'lmasam birinchi o'rinda o'sha 1,5 million so'mlik apparatimiz ko'rsatadi. Mana 1,5 million so'mlik apparatimiz. Ashuni yengilligi qaranglar. Olasizlar, mana ketdi. Ranglar bor, masofadan o'zi olib borish oson. Universal dedik, to'g'ri, universal, lekin asosiy bu somondoz, ya'ni bitta ikkita qo'yib borlarga o'sha somonni o'ziga, lekin eplab masalan makka bug'doy chiqarib olsa ham bo'ladi, lekin ozroq miqdorda. Mo'lchalik masalan bularchalik ko'proq chiqarilmaydi. Nimaga? Motor kichkina, 3 kilovatli kichkina bo'ladi. 3 kilovat bo'lgani bilan gideta 200 ga shunaqa bo'ladi-da. Pichoqlariga keladigan bo'lsa, pichoqlari ham oddiyroq varianti bo'ladi. Pichoqlar. Oddiyroq terilgan bo'ladi. Motorlar o'sha 3 kilovatli motor bo'ladi. Lekin o'zatmasi bitta ikkita qo'yi bor. Yengil chorrasi borlar, olsa bo'ladi. Bizda bitta xo'sh-tog'a bor edi-da. O'g'illari semental buqa olib berishdi. Masalan, keyin oradan zarurat bo'lib turib o'sha novvoy sotishibdi. Hoji bobo kasal bo'lib qolibdi-da. Tuzalgandan keyin 3 ta qo'y, 2 ta buqacha yana shunaqa kichkina hayvonlar tashlab qo'yishdi. Nimaga? Ashu inson zerikmasdan o'sha hayvonni boqib turib, ham jismoniy harakat faoliyati bo'ladi. Bitta tursa odam kasal bo'ladi. Hali oshtoqlarimiz pensiyada yig'ib turib, nabiramga, o'g'limga, qizimga bir narsa bo'lsin deb tashlab turib boqadiganlar bor-da, pensiyada yig'ib beradiganlar. O'shalarga olsagan bu. Nima desa bo'ladi? Bitta pinza chiqsa olaveradi. Ha, pinzani to'g'ri yurmaydi, bitta pinza chiqsa olaveradi. Yaxshi ekan. Keyingi variantlarga o'tadigan bo'lsa, keyingi variantlari o'sha kattaroq variantlari. Nima desa bo'ladi? Eng pul variantlari bular. Eng hozirda kattaroq variantlari. Insonlar tanlayotgan drabika. Ha, Xablovoy xonadonga olishayotgan apparatimiz. Xo'p, motorlarga keladigan bo'lsa 4 kilovatlik. Yangi motor 4 kilovatlik. Mashina. O'zida zashning ключаторlari bor. O'zida zashnigi bor mana. Dvigatelchi deyiladi. Nagruska kelsa nesa o'chadi. Bu yoqda shu tokni ko'rsatib turadi. Motorlari shu 4 kilovatlik. Endi 4 kilovat bo'lgani bilan gideta toza 4 bermaydi, baribir.
pichoqlarga keladigan bo'lsak, germanskiy shu kuydirilgan mana. Krasni deb qo'yishibdi mana. Buni pichog'i o'sha 20 talik, 10 ta malatoy, 10 ta segment bo'ladi, yengil. Motor garaji pichoq qo'yib beramiz. O'sha narxi 2 million so'm. Joyimizdagi narx. Joyimizdagi narx o'sha narxlarimiz o'zgargan, 2 million. Universal yo'li quruq tanlanadi. Universal yo'li quruq chiqib bemalol Uning mahsulotlari chiqaraveradi. chiqaraveradi. Don, o't, hamma narsa chiqaraveradi. Hop, keyingisi kattaroq variantlari mana bu ham 6,5 lik mana. 6,5 lik varianti. 6,5 mana ko'rsatyapti. Kilosi ham o'sha og'iridan o'sha 24-8 beryapti. 25 kilogramm. Salkam 25 kilo. Endi masalan 6,5 bu 24 bo'lgani bilan masalan Xitoy birka greda bular o'sha 4 kilogramm sotiladi, 4 da quvvatini beradi. Bunda ham o'sha o'zida zashni kulchatlari bor. Motorimiz Alfagram original motor. Original garantiyasi bor, sifati hamma tomoni zo'r motor. Xo'p, pichog'ini mahaviy qo'yib beramiz mana. Og'ir mahaviydan qo'yib beramiz. Xo'p, necha kilogramm shu hozir holati? Gideta hozir buni kilogrammi, salkam 10 kiloga yaqin. Ikki tarafdan qo'yilgan tishlari. Ikki tomonlama qo'yilgan. O'zini maratgo'ylari plus bor. tepasida mana bu kesib bo'lsa, mana uni maydalab tutib beradi. Buni O'zagiga jami 24 talik. 24 talik hech qanaqa suvarga tegmagan. Mana orqalarini ham ko'rsatib mana. Hech qanaqa suvarga tegmagan. Zavodskiy mahaviy, quyma zavodskiy mahaviy. Xo'p, buni qo'yib beradigan bo'lsak 2 million 400 ming so'm. Mayli kelishtiramiz. Tariflar. Tushiramiz. Xo'p, mashq holatda bo'ladi. Mahaviy qo'yganmiz, 6,5 motor qo'yganmiz. Shu 4 xil narsakasi bo'ladi aka. Xo'p, 2 million 300 ming so'm qo'yib beramiz. Shu videomizga 2 million 300 ming so'mdan qo'yib beramiz. Faqat o'sha joyimizdan chiqayotgan narx. Joy yaqinga dastavkasiga qo'shilishi Ha, mumkin. qo'shiladi, kelishilgan holatda. Original motor. Mis motor bu. Eng o'sha pul varianti mis motorda ham kilosi og'ir. 25 kilo, 26 kilo beradigan o'sha eng pul varianti. Buni o'sha 22 kiloligi ham bo'ladi. Ha, 22 kiloligi ham bo'ladi. Undan chiqarib beradigan bo'lsak 2 million 300 ming so'm chiqadi. Buni narxi 2 million 600 ming so'm. Bundan ham 100 ming o'tib beramiz, 2,5 million so'm qilib beramiz. 2 xil bo'lyapti, ha? Ha, 2 xil. Agar 22 kilolik yengilroq, hozir bu o'sha 25 kilolik, 25 kiloni tepasida beradigan motor. Buni 22 kilolik bor, uni o'sha 2 million 300 ming so'mdan qilib beramiz. Unga ham o'sha zavodskiy mahaviy qo'yib beramiz. Omajon, esingizda o'sha birinchi boshlaganimizda mana shunaqa mis motorlar 3 million 700 ming, 800 ming, 2,5 million chiqqanmi? Shu yarim million o'sha sotganmiz. Boshida sotilgan edi. Akalar mana masalan, oraga yaqin 1 yil vaqt bo'lib, narxlari bo'lgan sari tushyapti. Raqobat bor, sog'lom raqobat bor. Misol uchun narxni tushirib sifat o'zgarmaydi. Sifati o'zgarmagan holatda narxlarni biz tushiramiz. Shunday. Zo'r. Xo'p, endi nasotkalarga keladigan bo'lsak, birinchi o'sha mol bopi, qo'y bopi yorma qilib beradi. Akaga kepay holatga. Akalar, mana bu setkada biz sholi po'xla chiqarib beruvdik-da. Videolarimiz bor. Agar qidirsangiz, olovimizda birazgalarda qidirib chiqadi. Mana setkada shu apparatlarni sholi po'xladan chiqarib bergan hattoki. Endi buni tavsiya qilmaymiz, lekin pishiqligini ko'rsatish uchun. Bu bug'doyni makajo'xorani yorma holatga keladi. Makajo'xorani sutasi bilan tashlasalar ham, masalan, maydalaydi. Atala qilib beradi yoki to'q fermalarga esa zo'r. Xo'p, keyin buni apparatimiz o'ziga o'tadigan bo'lsak, xo'p, bemalol o'sha masofadan masofaga yetkaziladi. Keyin hampalarini o'sha razmerlarini ham so'rashyapti. Hampalari 54 ga 54 bo'ladi. 54. Hammasi 54 ga 54. Keyin buni shu yumaloqli shakli ham bor, yumaloqligidan ham qilib beramiz. Hozir videomizda tugab qoldi. Har bitta apparatimizda keyin havo to'sqich qo'yiladi. Betga chang urmaydi mana. Tomonlarida havo to'sqich bor, betga chang urmaydi. Doimgidek setkalari yonboshdan tushadi. Eng biz apparatimizning qulaylik tomoni setkalar yonboshdan bemalol kirib tushaveradi. Mana. Oldin bitta ko'rsatib qo'yaylik-da. Xo'p, keyin izoqqa otib olmaydi. O'zida har bitta apparatimizda nimasi bo'ladi? Tipkasi bo'ladi. Izoqqa otib olmaydi, izoq masofaga. Xo'p, o'zida avtomat
o'zida qo'shimcha avtomat bo'ladi. Tak, motorda o'zida ham yana zashni bo'ladi. Zashni bo'ladi. Amazon apparatlar zo'r, mana shuncha paytda ko'pchilik olyapti, minnatdor. Unda shunday sotyapsiz. Undan ham ko'p, misol hisoblasak bir yilda juda ham ko'p bo'lib ketadi. Shuncha xonadonga borib beryapsiz. Ishlatib ko'rsatilib, masalan Instagram kanallari bor. Omajon Yusuf va Noyob bozor. Instagram kanallarida dastavka jarayonida olib borib berganlari ham ko'rsatib boriladi. Yokida shu videoda o'ylaymiz, Omonjonni o'zini 3 kanali bor. Uni o'zlashtirib ekanlar. Shu videoni birga kollaboratsiya qilamiz, agar imkoni bo'lsa. Ikkalamiz birga chiqaramiz. O'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, biz qo'yilmagan yangiliklar bo'lsa, mabodo ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Savollaringizni bilan yo'llasangiz mumkin bo'ladi. Albatta. Ekran ostida nomerlar bor, telefon qilib zakaz berishingiz mumkin. Endi bularni ishlatib ko'rsatib beramizmi? Ularni olsa bir qator ishlatib ko'rsatib beramiz. Boshlaylik. Fokusdan boshlab. Devonlarni ishini o'zinglar deydi.